Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, mana bunday xunojin ishqibozlari. Akalar, bugun Dehqon akamizni to'rbosh xunojinlarni videoga olgani kelganmiz. Boqishayotgan, uyda yem-pemini yeb yotgan xunojinlar. Assalomu alaykum. Aka, sizsiz? Siz yaxshimisiz? Aka, bularni nima berib boqayotgansiz hozir? Hozir kepak bilan kunjara aralashtirib beramiz. Kepak bilan kunjara. Kuniga 2 kilodan 2 kiloga bormagan. 2 kiloga bormagan, ha? Shu holatda yeb turibdi. Endi bu hammasi qisir, xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi qisir, garantiyali. 2 oydan o'tib olganimizga ishida yotibdi, mana yemini yeb. Turushlarini qaranglar akalar. Bularni bo'ynlari toza, mana qaranglar chiroyligini. Bunisi toza shvetschilar chap tomondagisi. Ha, unisi gibrid. Hali buzoq, ha? Ha, buzoq. Hali Yo'q, hammasi yosh, kuragi chiqmagan. Kuragi chiqmagan, yosh. Turushlaridan o'zi aytib turibdi. Endi bularni bo'ylariga kelsak, bo'ylari aka 1.15 plus. 1.15 plus hali 1.20 gacha. hali o'sarkan-da bular. Hali o'sadi, yosh. Demak, boqib foyda topshirar ekan, xudo xolasa. Davom ettirib olaman degan odamlarga tavsiya qilaveramiz. Tavsiya qilaveramiz. Prosta bizgacha pul zaril bo'lib qolganligi uchun sotilyapti. Xudo xolasa davom ettirib olishadi. Ishtahalari, yeb ichishlari yaxshi. Yaxshi, ha? Sog'liqlari ham joyida. Endi bularni hammasini bir joyga 1.15 dan bo'ylari tekkiz, ha? Beraveramiz. Tekkiz olishaversin, plyusiga o'zlari xursand bo'lib qolishsin. Ha. Xudo xolasa akalar, boqib foyda qiladigan haqiqiy xunojinlar. Yoki zaruratda so'yversalarning ham bo'laveradi. Mana shu olasi ham juda yetilgan, semiz holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin, eti yaxshi juda. Mana. Aka, endi buni bir joyga olamiz deysa, necha puldan beramiz? Xudo xolasa bir joyga olishsa aka hammasini 15.5 dan berishaversin. Davom ettirib olishadi, xudo xolasa xursand bo'lib. Aka, endi hamma ish barakada-da. Barakasiga xudo xolasa kelishamiz. U aytilgan gap bo'lib qolmaydi, endi xudo xolasa. Bo'lmasa biz obunachilar uchun yana tushib berasiz narxni. Tushib beraman, albatta tushib beraman. Telefon qilishsa bo'ldi. Xudo xolasa telefonlashib, gaplashib. Obunachilar, sizlar uchun hozir agar xo'p desalaring, yana narxini tushiramiz. Tushiramiz aka. 15 milliondan tekis bir joyga olamiz desa, berasiz. To'rrovni bitta qilib olamiz deysa, 15 dan bajonida beramiz. Xudo xolasa, barakasini bersin, ular ham baraka qilib olishsin, foyda. Bor baraka aka. 15 million so'mdan bir joyga. Endi tanlab olsalaring plus minusi bo'ladi. Albatta. Bir joyga olamiz deganlar uchun juda mollar ideal sostenida, bu turishini ko'rib turibsizlar. Kasali yo'q. Xudo xolasa garantiyalari bor. Yashil-pashili yo'q-a? Yo'q. Kelib ko'rib, misol 2-3 kundan keyin ketaman desa, yana 3 kun kutib ham turilaveradi. Prosta bizga jicha rasxodlar joyiga kelib qoldi, o'shaning uchun sotilyapti. Yo'qsa yemlanayotgan mollar edi. Yaxshi niyatda sotishyapti ekan. Bular olib sotar emas, xudo xolasa dehqon o'zimizda unaqa o'zlari boqib, endi sotishyapti ekan. Akalar, like tugmasini bosib kommentariyaga yozib qo'yasizlar qimmat arzonligini. Mollarda sosteniyasi juda yaxshi holatda. Yashir-pashiri yo'q, qo'tir-po'tiri yo'q. Xudo xolasa juda yaxshi. Yeyishlari yaxshi. Yeb ichishlariga xudo xolasa garantiyali, emlashlarigacha hamma yog'i kakpolojna holatda turgan mollar. Emlashlari bo'lgan ekan, hozir aytishdi. Jigar qurti, ichak qurti, hamma yo'g'i bo'lgan ekan. Ishtahalariga, yemga tashlayman desalaring, tayyor holatda ko'rib o'zlaring ko'rib olasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on Soroy qishlog'idamiz. Dehqon akamizni xonadonlaridamiz. Akalar, like tugmasini bosib, yo'qotmaslik uchun podpiskani bosib qo'yasizlar. Shu, xudo xolasa shu mollar olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Albatta, xudo xolasa yaxshi niyatda biz ham olgan edik. Mana xudo xolasa rizqi endi shaygacha ekan, mana sotamiz.
Nasib qilsa qolganlarga ham barakasini bersin. Barakasini bersin. 1.15 bo'ylari hali kuragi yo'q. Boqimga tashlayman desalaring hali yana o'sadi bu. So'yversalaring ham foyda qilaveradi, xudo Albatta, xolasa. ha. 2 oy bo'ldi-da, o'sha 2 oydan beri yeb turibdi. Tanijon sog'lom, o'zi etam normal olib qo'ygan. Yana kam ko'stiga jicha boqib yuborsa, Ha. yana Juda chiroyli so'yadi mana. Ko'rib turibsizlarmi, molni eni ham bo'ladi-da mana. O'zi bir qarich enlamayapti-da. Orqa keti ham juda chiroyli. Mana shu molimiz ham Shvet ekan, manasi ham. Bular qaydan kelgan? Buni biz ham olganmiz, qishloqdan o'zimizdan. Savdogarlardan, ha? Ha. Yaxshi. Akalar, to'rttasini bu joyga olamiz desalaring 15 million berasizda, tanlab olsalaring plus minusi bo'ladi. Aloqa chiqarasizda telefon nomerlarini video ostiga qo'yib qo'yamiz. 24 ga 7 xudo xolasa aloqada bo'lamiz akalar. Unda ko'rishguncha keyingi videolarda